Bismillahirrahmanirrahim. Hop, Nahu fani 10-dars. Hop, mabni ismlar. Endi mo'rab ismlarda o'tib oldik. Hop, ismni raf o'rinlarini o'tdik, ismni nasb o'rinlarini o'tdik, ismni jar o'rinlarini o'tdik va tobelarni o'tdik. Endi mabni ismlarga keldik. Mabni ismlar shu oxiri o'zgarmaydigan ismlar. Shularga keldik endi. Xo'p, mabni ismlar qaysilar ekan? Ular zamirlar, o'tamiz zamiri nimaligini. Ismi ishoralar, ismi mavsulalar, ismi fe'llar, ismi istifhomlar, ismi shartlar, murakkab sonlar, ayrim zarflar, ayrim alamlar. Shular mana shular mabni ismlarga kiradi. Yana boshqalari ham bor, endi umumiylari shular. Xo'p. Bittadan har bittasini sharhlab o'tamiz endi. Zamirlar. Zamirlar nima? Zamirlar o'zbek tilidagi kishilik olmoshlariga to'g'ri keladi. Men, sen, u, biz, siz, ular. Mana shular kishilik olmoshlari-da, shunga to'g'ri keladi. Masalan, zamir ikki xil bo'ladi. Bularda endi xillarini bilib olaylik. Birinchisi boriz deb qo'yiladi. Bu ko'rinib turgan zamir bo'ladi. Ikkinchisi mustatir bo'ladi, yashirin, ko'rinmaydigan zamir bo'ladi. Mana masalan huva alimun desangiz, u olimdir deyapsiz. Mana huva ko'rinib turibdi. Yoki katabahu, uni yozdi desangiz, mana shu yerda hu zamir mana ko'rinib turibdi. Endi mustatir zamir, mana misol uchun Faridun qara'at darsa. Farid darsni o'qidi. Mana shu yerda Faridun mubtado, qara'at darsa xabar bo'ladi. Qara'a fe'l, tagida huva fa'ili Faridga qaytadi. Mana shu yerda qara'ani ostida yashirin o'sha mustatir satrlangan deganda yashirin huva degan zamir bor. Shu zamir Faridga qaytadi. Ad-darsa maf'ulun bihi bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni mubtadoga xabardan bitta zamir qaytyapti. Mana shuni mustatir, yashirin zamir deyiladi. Xo'p, endi boriz zamirni o'zi ham ikki xil bo'ladi. Bittasi munfasil bo'ladi, ya'ni alohida ajralib turadi, o'zi alohida bo'lib, ikkinchisi muttasil, yopishgan bo'ladi. Bitta kalimaga, boshqa bir so'zga yopishib kelgan bo'ladi. Mana misol uchun huva alimun desangiz, u olimdir. Huva mubtado, alimun xabar. Shu yerda huva alohida bo'lib turibdi mana. Yopishmayapti so'zga. Alohida o'zi bitta so'z bo'lib turibdi. Endi muttasil, man katabahu deysiz, mana hu zamir katabaga yopishib turibdi. Mana buni muttasil deyiladi. Yopishmaganda munfasil, ajralgan, alohida deyiladi. Xo'p, zamirlar shular endi. Endi ismi ishoralar. Ismi ishoralarchi o'zbek tilidagi ko'rsatish olmoshlariga to'g'ri keladi. Anovi, manovi, bu, u degandek. Mana misol uchun aytaylik, haza kitabun, qara'tu haza, maror katabtu bihaza deylik. Mana shu yerda haza kitabun, haza mubtado, kitabun xabar bo'lib, haza raf holatida. Raf holatida ham haza bo'lib turibdi. Qara'tu haza, qara'a fe'l tu fa'ili, haza maf'ulun bihi. Nasb holatida. Nasb holatida ham haza bo'lib turibdi. Katabtu bihaza, katabtu fe'l tu fa'ili, bi harfi jar, haza majrur. Majrur holatida ham haza bo'lib turibdi. Mana ko'ryapsizmi? Raf holatida ham, nasb holatida ham, jar holatida ham bir xil. Haza, haza, haza bo'lib turibdi. Xo'p, ism ishoralar mana shu haza, tilka, zalika, haulai, zalikum kabi. Mana shular hammasi ismi ishoralar bo'ladi. Xo'p, endi ismi mavsulalar bor. Ismi mavsulalar qaysilar desa, mana shu arabchasini o'zini ko'p qo'ya qoldim, qaranglar. Mana al-asmaul mavsula debdi, ismi mavsulalar degani. Muxtassatun degani, ya'ni faqat ismi mavsula bo'lib keladiganlar. Bular allazi, allati, allazani, allatani, allazina, allati, allai bo'lib keladi. Yoki mushtarak, ya'ni ismi mavsula ham boshqa ham bo'lib kelishi mumkin. Mana man
bu aqlli odamlar inson uchun aytiladi. Bu ismi mavsuli ham bo'lishi mumkin, ismi istifhom ham bo'lishi mumkin. Yoki ma, u ham ismi mavsuli ham bo'lishi mumkin, ismi istifhom bo'lishi mumkin, nofiya bo'lishi mumkin va hokazo. Tushunarli bo'ldimi? Endi ismi mavsulalarchi bizdagi kiga to'g'ri keladi. Falon ki deb, o'rus tilidagi qatori deydimi, o'shanga to'g'ri kelsa kerak. Mana misol uchun samahtullazi shatamani. Mana shu yerda kechirdim allazi bir kishiniki shatamani, u meni so'kkan edi. Mana shu yerda meni so'kkan odamni kechirdim deganida. Asha allazi mana shu ismi mavsula bizda kiga to'g'ri kelarmikin? Ko'chirdim bir kishiniki meni so'kkan edi-da. Yoki katabtu bil qalamillazi ishtaraytuhu amsi. Kecha sotib olgan qalam bilan yozdim. Yoki yozdim bir qalam bilanki uni kecha sotib oluvdim-da. Yoki idfa billati hiya ahsanu. Ya'ni eng chiroyli uslub bilan daf qiling. Ya'ni daf qiling bir yo'l bilaniki u eng go'zalida, eng chiroyligida deganida. Xo'p, mana shu ismi mavsulalardan keyin kelgan jumla uni silasi hisoblanadi. Mana allazi shatamani bor, shu shatamani allazida silasi bo'ladi. Ishtaroytuhu amsi keyingisida shu ishtaroytuhu amsi allazida silasi bo'ladi. Allati hiya ahsanu, mana shu yerda hiya ahsanu allatida silasi bo'ladi. Endi o'sha siladan ismi mavsulaga bir zamir borishi shart bo'ladi. Mana birinchisida allazi shatamanida shatama fe'l fa'ili huwa, ashi huwa allaziga qaytadi. Ko'rdingizmi? O'sha siladan bitta zamir qaytyapti. Yoki ikkinchisi ishtaroytuhu amsidagi hu zamir bor-u, uni sotib ol. Mana shu hu zamir asha allaziga qaytadi. Yoki uchinchisidagi billati hiya ahsanu, hiya zamir mana shu allatiga qaytadi. Ya'ni siladan ismi mavsulaga bitta zamir qaytadi. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, endi keyingisi ismi fe'llar. Ismi fe'llar nima? Ismi fe'llar fe'l ma'nosini anglatadigan ismlar bo'ladi. O'zi ism bo'ladi, lekin u fe'l deb ma'nosini anglatadi. Mana ismi fe'llar arabchasini o'zini olib qo'ya qoldim. Ismi fe'llar mana mozi fe'lini ismi, muzori fe'lini ismi, amr fe'lini ismi deb uchga bo'lib qo'yibdi. Ya'ni mozi ma'nosida keladigan ismi fe'llar, masalan hayhot deysiz. Biz hayhot deb qo'yamiz, o'zimiz ham hayhota degan. Ya'ni juda uzoq bo'ldi deganida, bo'lishi mumkin emas degandekda. Yoki shattona deb qo'yamiz. Bu ham ajraldi, ya'ni oraja kengayib ketdi deganida. Farq kattayib ketdi deganda shattona deb qo'yamiz. Bular mozi ma'nosida. Xo'p, uffin mana endi muzori ma'nosidagi ism uff deb qo'yamiz o'zimiz. Ya'ni siqilib ketdim, zerikib ketdim, qiynalib ketdim degandek gapda endi. Yoki vay deb qo'yamiz, o'zbek tilida ham voy deymiz, ya'ni ajablanyapman deganda, juda bu ajablanarli ekan, men rosa ajablanyapman degan ma'noda-da. Voy deymiz o'zimiz ham. Endi amr ma'nosida amr fe'lini ismi, ya'ni amr ma'nosida keladigan ismi fe'l. Masalan, amin deymiz. Ya'ni ijobat qilgan, duoyim ijobat qilgan deymiz. Duo qilamiz, oxirida amin deymiz. Ya'ni ijobat qilgan deymiz. Yoki hayyi deymiz, aqbil ke degan. Mana hayyi ala solah deb chaqiramiz. Mana shu hayyi ala solah deyishimiz, ya'ni namozga kelinglar deganida hayyi kel ma'nosida-da. Aqbil kel deganida. Xo'p, bugun mabni ismlardan 4tasini o'tdik. Shu bilan bugungi darsimiz tamom. Salomat bo'linglar azizlar.